ibn Hanbal va Navoiy qissasi. Ahmad ibn Hanbal rahimahulloh u kishi mana mashhur olimlardan, hammamizga ma'lumki, 4 mazhabda, 4 ta mazhabning bir mazhabda imomi. Bu kishi hadis ilmi bo'yicha mashhur, muhaddis olim bo'lganlar. Bu kishi mana shu hadis ilmini yig'ishlikda dunyoni 2 marotaba kezgan deydi. Mana shu kezishlikda endi ilm talab ilm bilan kezishgan oldingilar dunyoni asosan va hamda ikkita narsa bilan kezishgan ular, kezishgan dunyoni. Bitta ana shu talab ilm bilan bo'lsa, ikkinchisi nima bilan? Jihad bilan. Lekin hozirda bilasiz-ku, endi dunyoda asosan dunyo talabi bilan kezilyapti. Musulmonlar shunday o'qigan. Xo'p, mana shu endi kishi talabi ilm qilib yurgan vaqtida yoki ana shu jihodni talab qilib yurgan vaqtda bir ajib bir voqealarga duch kelar ekan hayotda. Ahmad ibn Hanbalda ham mana shu ilmni talab qilib kezib yurgan vaqtida bir ajoyib bir qissa bo'ladi. Ajoyib bir voqea bo'ladi. Mana shu qissadan ko'p ta'sirlanganman o'zim. Ya'ni bu Alloh subhanahu va taoloni zikr qilishga oid bo'lgan voqea. Mana shu narsani sizlarga aytib bermoqchiman. Xo'p, Ahmad ibn Hanbal rahimahulloh bir kun ketadi, shu hadis ilmini yig'ib ketayotgan vaqtda bir notanish boshqa shaharga boradi. Boshqa shaharga borgan vaqtda kechasi tun bo'lib qoladi. Kechasi yarim kecha, tun, qorong'u. Ana shunda u kishi nima qiladi? Tanishi yo'q, notanish shahar, masjidga boradi. Allohning uyi bo'lmish masjidga kiradi-da, shu yerda ibodat qilib, endi shu yerda qolmoqchi bo'ladi. Bir qorovul keladi, qattiq qo'li bo'lar ekanda qorovuli. Kelibdi-da, alinga aytibdi, "Tur, masjiddan chiq" debdi. Yotish mumkin emas debdi-da. Chiqarib yuboribdi. Desang, olib chiqib qo'yibdi, hovliga olib chiqib qo'yibdi, masjid hovlisiga. Keyin u kishi o'tirganda biroz turib endi bir yumsharmikin desa, sal turib chiqibdi yana, "Hali ham turibsan, tez chiq" deb ko'chaga olib chiqib, ko'chaga chiqarib qo'yibdi-da, masjid tashqarisiga ko'chaga olib chiqib qo'yibdi. Shu vaqtda masjidni ro'parasida Navoiyning uyi bo'ladi. Navoiy bo'ladi. U Navoiy nima qiladi? Navoiylar bilasizlarki, odatda sahar turadi. Turib sahar ishni boshlaydi. Ish qilayotgan bo'ladi, ko'rib qoladi u. Musofir ko'chada turib. Chiqadi-da, yuring deb olib kirib ketadi ichkariga. Olib kiradi-da, chiroyli xulq bilan olib kirib ketadi va ichkarida unga choyni, nonini beradi va ovqatlar beradi, taomlar beradi. Keyin u kishiga qo'yadi, oldiga oziq-ovqatni qo'yadi-da, o'zi ishini qilishni boshlaydi. Ahmad ibn Hanbal qarab turibdi. Katta, yosh kattaroq kishi bo'ladi. Tinmasdan zikr qilar ekan otaxon. Shu zikr qilib 2 soat, 3 soat ish qilsa, shu zikr qilib qiladi, tinmaydi-da. Ya Robbi, seni yaxshi ko'raman. Ya Robbi, sen ulug'san. Ya Robbi, sen shirkdan poksan. Subhanalloh, alhamdulillah, valhamdulillah va hokazo. La ilaha illalloh Muhammad rasul. Shunga zikrlada tinmay til zikrda ekan, shu ish shuna qilar ekan. Shunda Ahmad ibn Hanbal uni ko'rib ajablanibdi-da. "Ota" dedi, "Bu zikr qildingiz, charchamayapsizmi?" dedi-da. "Ko'p zikr qildingiz" desa, "Buni" dedi, "U ancha yildan beri qilaman, bolam" dedi. "Bu zikrdan" dedi, "nima foyda oldingiz?" dedi. "Albatta foydasi ko'p. Lekin ya'ni siz dedi bu kishining o'zi ko'rgan foydalari ham bo'ladi-yu. Qanaqa foydalar, ta'sirotlar ko'rdingiz?" dedi. Desa, "Men" dedi, "bolam" dedi, "bundan 3 ta katta ta'sir oldim" dedi. 3 ta katta foyda oldim zikrdan dedi. Doim Alloh zikr qilishingdan dedi, men 3 ta katta foyda oldim dedi. Nima deganda, birinchisi dedi, Alloh subhanahu va taolo dedi, doim zikr qilgan bandasiga yuziga nur berar ekan dedi. Yuziga nur berar ekan. Kishilar ko'rganda yaxshi ko'rib qoladi ekan. Ikkinchisi dedi, unga Alloh subhanahu va taolo qalbini yumshoq qilib qo'yadi. Qalbini muloyim qilib qo'yadi, yumshoq qilib qo'yadi insonlarga nisbatan. Va uchinchisi nima? Alloh subhanahu va taolo uni hamma duosini ijobat qiladi, deyapti. Deganda Ahmad ibn Hanbal de zot ajablandi. Aytdiki, birinchisi shunali dedi. Alloh subhanahu va taolo yuziga nur berdi, meni ko'rib turibman ota, chiroyli nuroniy inson ekansiz, deyapti. Ikkinchisi ham shunali deyapti. Siz ko'chada turganida menga rahim qilib kirdingiz, ana u meni haydab yuborganida siz olib kirdingiz. Rahimliligingizni ham ko'rib turibman. Ikkinchi sifatni ham ko'rdim. Lekin uchinchisiga hayron qolyapti. Ahmad ibn Hanbal haqiqatan hayron qoladi endi. Ya'ni hamma duo ijobat bo'lgan deyapti-da. Bunaqasi qiyin-ku. Hamma duo ijobat bo'lganmi deyapti-da. Ha, hamma doim ijobat bo'lgan deyapti. Hammasi mesela Allohga qasamki hamma doim ijobat bo'lgan deyapti. Chunki Alloh taolo nima degan? Fazkuruni yazkurukum. Meni eslasanglar men sizlarni eslayman degan edi Alloh taolo. Ya'ni demak hamma duo ijobat bo'lgan. Illo bitta duo ijobat bo'lmagan dedi. Qaysi duo desa, lekin u duoimga men aniq aminmanki albatta ijobat bo'ladi deyapti. Robbim uni ham beradi dedi. Deganda Ahmad ibn Hanbal nima u qaysi duoingiz deganda, lekin u Ahmad ibn Hanbalni tanimayapti hali. U vaqtda hozirgi o'shaga video bo'lmagan, YouTube bo'lmaganki, bir odamlarni olimlar tanib olganini ko'rib turib kimligini. U nomlarini eshitgan, lekin ko'rishmagan u vaqtda.
Shunda u kishi aytdiki, "Meni bitta duoyim bor" dedi. "Ya Robbi" deb duo qilaman dedi. Bizning davrimizda bir olim bor, katta olim bor, hadisshunos olim bor, Ahmad ibn Hanbal degan. Shu odam bilan meni yo'liqtirgin, bir dildan suhbat qilsam, uzoq suhbat qilsam. Ya'ni o'zi odatda olimlarda vaqti bo'lmaydi o'tirgani. Shu odam bilan shunday uchrashtirginki, uzoq bir suhbat qilsam dedi. Shuni men Allohdan so'rayman, bu ham inshaalloh bo'ladi dedi. Deganda Ahmad ibn Hanbal haliga takbir aytdi. Allohu akbar dedi. Seni zikr qilayotgan Robbing dedi. Ahmad ibn Hanbal xohlamasa uyingga sudrab kelib qo'ydi dedi. Qani masjidda xohlamasa ham chiqib qo'ydi, qarang. Haqiqat Allohu akbar. Ya'ni Alloh subhanahu va taoloning zikr qilgan bandasiga Alloh taolaning berishigida qarang, Alloh taolo olib chiqib qo'ydi. Xo'p, bu nimadan nimani olamiz? Nimani foydalanamiz bu qissadan, bu voqeadan? Qarang, Alloh subhanahu va taolo zikr qilgan bandasini Alloh ham zikr qilishigini. Fazkuruni azkurukum. Meni eslasanglar men sizlarni eslayman dedi. Alloh taolo aytdiki, hadis qudusda kelganda, meni bandalarim orasida eslasang, men seni ulardan ko'ra yaxshiroq bo'lgan, ya'ni farishtalarning huzurida eslayman dedi. To'g'rimi? Yakka holatda eslasang, yakka holatda eslayman dedi. Bandam yurib ketsa yugurib boraman dedi. Ya'ni Robbul alamin shunchalar zikr qilgan bandasiga yaqin bo'ladi. Demak, doim zikr qilishimiz kerak. G'iybatdan, tilimizda har xil so'zlardan ko'ra doim tilimiz zikr bilan namlansin. Doim Allohni ulug'lashlik bilan nomlansin. Ey iymon keltirganlar, agar dushmanga yo'liqadigan bo'lsanglar nima degan? Allohni ko'p zikr qilinglar degan Alloh taolo. Bo'lib ham jang maydonlarida siz bilan biz yuribmiz. Biz ko'proq Allohni zikr qilishimiz kerak, bu yo'lda sobit turishlik uchun ham.